ijtimoiy jihatdan butun bir xalqni manfaatlashtirish uchun qo'llanilgan eng unumli chora nimasi tarixni burmalash, o'zining tarixidan uzoqlashtirish, o'zining madaniy, an'anaviy, diniy qimmat qarashlaridan yaplashtirish, ashuni yaplashtirish orqali bularga yangi bir madaniyat, yangi bir an'anani sunib, shu orqali o'zidan uzoqlashtirib, buni manfaatlashtırmoqchi bo'lgan bir davlat yoki bir xalq qanda tafakkur qilsa, shu tushuncha, shu ongdan tafakkur qilgan qilish. Endi hozir Xitoyning qo'llanayotgan usuli shu, bizning xalqni manfaatlashtirish, o'zining tafakkur boyligidan ayrilish uchun har qaysi sohada muhtoj holga tushirish. Har qaysi sohada bir narsaga muhtoj, o'zining ehtiyojini o'z kuchiga tayanib, o'zining ehtiyojidan chiqolmaydigan holga keltirish. Xuddi epiyonga odatlantirganga o'xshash, shu ehtiyojlarni az-azdan to'g'ridan tashlagandek tashlab, ashunga odatlantirish orqali ash ehtiyoj bilan buning tafakkurini ash ehtiyojga tegishilish. Hozir mana bu chet eldagi o'quvchi bolalarni uning ehtiyojini, moddiy ehtiyojini asos qilib turib, shularga moddiy jihatdan yordam qilganda qilib turib, ash yordamga bo'lgan ehtiyojdan foydalanib turib, o'zining rezil siyosatiga ağılını destekçi, aşılını yardımcı kılattı. Bu Uygurlu kırındaşlarımız okuvatkan kelgüsünün ziyalileri bizim milletimizge milli ruh, dini ruh, eneni birişlaydıgan kelgüsümüz diyen bu okuvçular küçükken menfaat için aşı özünün ruhiden ayrılıp getivatkallıkla pervasız aş ihtiyaç için, aş ihtiyacdan başkana oylayamadı. Bu ihtiyacdan kınışı bu milli mesuliyetini, milli ruhni o'ylash enining oldiga perdola ashni to'sab qo'yapti. Mana bu aslida manqurtlashish, bu ma'naviy, shirinchaqqa aytganda manqurtlash degan nima desa, ma'naviy qulluq, ruhiy qulluq desa bo'ladi. Ma'naviyatini yo'qotgan, milliy ruhini, diniy ruhini yo'qotgan kichkina manfaati uchun boshqalar o'zining xalqiga ziyonli bir siyosat seni ishlatay, da'vosimi Vatanga o'xshash shunda muqaddas bir aniga tajovuzchilik qilib, chiqitiga tekkan turug'liq xalqaro ayblab da'vatda xalqaroning oldidagi shaltiqini temizlab olish uchun kel men sana $100,000 beray ya ehtiyojimni qondiray, sen menga yog'li qo'lab bergin, sen zatenni itib olaysan, ma'qul degandan o'ta ma'naviy qulluq bo'lmaydi. Butunlay moddiy manfaatni deb, moddiy ehtiyojini deb, yoki moddiy qiyinchilikni, kichikgina vatanga chirib chiqolmaslikni, ashini aslini ko'z tutiblar, o'zining bunda ma'naviy ruhidan ayrilishga rozi bo'lgan. Milliy ruhini, diniy ruhini, oxiratligini, dunyolikini, buni hammani cho'rib tashlab, moddiy bilan markazlashgan bunda o'quvchilar başı maqalda deyilgandek, meyli profesör olab gelsin, meyli doktor olab gelsin, milletke hiç qanday bir yeni ruh baxsh etemeydi, mümkün emas. Bu manqurtlikdan qurtulush, bu ma'naviy qulluqdan qutulishning birdan-bir yo'li nima desa, oxiratga bo'lgan iymon, Allohga bo'lgan iymon, islomning talab qilgan shakldagi o tavakkulchilik, fidokorlik ruhini paydo qilish. Biz shu ruh bilan o'ylasak, şu ruh bilan tefekkür qilishni boshlasak, bu chog'da ayatimizni, o'ginimizni, indinimizni hisoblab ko'rmagan ayatimiz o'ginimizdan g'amida bo'lib yurmaymiz. Bir tarafdan keyin hayot yaşayanlandık, onu mu bilmemiz? Ayatganlik teri qo'qalandik, onu mu bilmemiz? Unda olganki bunu tushungan, buningga iymon etgan odam nima o'ylaydi? Ya hozirgi fursat qo'limdagi fursat. Mushu fursatda, mushu bugun qo'limdan nima kelsa, qanchalar xizmat qila olsam, shuni qilishim lozim. Mayli mening qilayotgan ishimning natijasi bahsun bersin. Buningdan men ko'zlagan g'oyamga yetay-yetmay. Ko'zlagan natijani qo'lga keltirib, millatimni, vatanimni bu Xitoyning ishg'ol etadigan azod qilay qilmay, o natija menga mansub emas. Chunki atamni bilmayman, u Allohga mansub bu natijani berish emas. Mening mas'uliyatim vazifamni ado qilish. Deb mushunda o'ylay olgan. O'zining atsini, kelgusini uni Allohga tashlab, bugun shuning hozirligi uchun, atining o'ginning hozirligi uchun bugun qo'ldan keladigan eng yaxshi xizmatni, o'zining mas'uliyati, milliy va diniy mas'uliyati bo'lgan eng yaxshi ishni tanlab, shuni qilsa, bu adamni ma'naviy qulluqdan qutqizadi, har doim beshini tik, ro'yi ustun turadi.
turdu. Meyli pulu varsa olsun, meyli hukuku varsa olsun, onu alıp eğminip kalmaydı o adam. Onda adam hiç bacan bayrağı gelip kalmaydı o, hukuku varsa gelip kalmaydı. Daim aldığı çık turdu. Belki onu iş çağırtıdığan bulurdu. Biz mi bu hukukçularımızdan aşı ruhunu tikleyeligen, aşı ruhunu yitildüreligen çığımızda endigen bulunu mankurtlaştırdık tutkuzalı alayımız. Bu mankurtlaştırışın birden bir çaresi genel İslam, genel iman.